Kömür almoqchimiz tangalarga, jo'li bor, ko'mir kelibdi mahallaga. Hamda qaranglar, mana. Hali kashga piyo sotib kelgan ekan, endi ko'mir sotib kelibdi ekan. Ko'mir qancha bo'lyapti? 2000. 2000. Bir qop qancha chiqadi? 100 ming? 100 ming nariga. Bir qopi 100 ming, momdan sanab olasan. 50 so'm, 100 so'm mana, ko'ryapsizlarmi? Hammasidan bor mana, bitta sanab olasiz. Ko'mir olyapmiz mana akadan. Qishloqqa kelgan ko'mir mana. Mana hozir mana ko'mir olyapmiz. Mana pul ham sheyda turibdi, podpischlar mana 110 ming. 100 ming beraveray. Boshqa qolsa 10 ming qoladi o'zi. Ko'mir olyapmiz. Mana qaranglar, podpischlar. Tangalarga mana hozir bitta sanab oladigan bo'ldi. Mana bitta tushirib qoldik mana. Bir qop tushirib qoldik, podpischlar hamma yo'q, mana tangalar u ketyapti. Nimalar olib ko'ray ekan-a? Yozinglarchi kommentariyaga, jo'lli bag' 110 ming bo'pti hozir. Bitta sanab olaman deyapti hozir bor. Hozir ko'mir chekayam mana. Ber, 200 buni qanchada sanab olaman aka? Bilmayman, endi sanab olasa bitta bor mana. Bir qop ko'mirga yarasha ishida sanab olasiz, nech pul bo'lsa. Jo'lli bag' shunaqa sanashyapti ko'mir chekalar ham. Ko'mir chekalarga jo'natib qo'yinglar shu videoni.